Bugun biz prezidentimiz tashabbuslari bilan tashkil qilingan yangi texnika universitetiga tayyorlov kurslari bo'yicha qabullarni boshladik. Universitetimiz texnologiya sohasidagi xalqaro darajadagi ta'lim beradigan universitet bo'lganligi Foundation tayyorlov kurslari davlat grantlari asosida tashkil qilinganligi va universitet xorijiy hamkorlar bilan qo'shma dasturlar asosida tashkil qilinganligi uchun yoshlarimizda juda katta qiziqish uyg'otmoqda. Bugun ham guvohi bo'lib turibmizki, juda ko'p yoshlar texnologiyalar kelajakning garovi ekanligini tushungan holda test sinovlarida qatnashmoqda. Germaniyalik mutaxassislar va konstruktor universiteti bilan hamkorlikda tashkil etilgan test jarayonlari xorijiy mutaxassislarni jalb qilgan holda amalga oshirmoqdamiz. Mollarimiz xorijdan kelgan ekspertlarimiz jarayonlarni juda yaxshi, obyektiv baholamoqda. Kelajakdagi rejalari haqida gapiradigan bo'lsak, universitetimiz O'zbekistonni iqtisodiy rivojlanish uchun kerakli bo'lgan barcha shu muhandis, injener kadrlarni, shu yuqori texnologiyalarni amaliyotda qo'llay oladigan shu kadrlarni tayyorlashni o'z oldimizga maqsad qilganmiz. Barcha yo'nalishlar bo'yicha ta'lim jarayonlari tekin, davlat granti asosida amalga oshiriladi. Foundation dasturlarimiz germaniyalik, shvetsariyalik mutaxassislar tomonidan tuzib chiqilgan bu xalqaro standartlarga javob beradigan ta'lim dasturlari hisoblanadi. Biz birgalikda qabul tizimlarini yaxshi tashkil qilib, saviyali, iqtidorli talabalarni qabul qilib olganimizdan keyin bu yoshlar bilan universitetda o'qishni davom ettirib, amaliyotni yo'lga qo'yib, eng chuqur va texnologik bilimlarni bergan holda O'zbekistonning kelajakdagi missiyalariga, tarmoqlardagi rivojiga katta hissa qo'shamiz degan umiddaman. Tashkent Tech призван готовить по тем инженерным специальностям, которые будут востребованы в новых отраслях Республики Узбекистан через 5, 10, 15 лет. Многие исследования показывают, что чем раньше начинается подготовка к тому, что по-английски называется аббревиатурой STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, тем более эффективны потом эти студенты при учебе в университете, тем более обоснованным является выбор той или иной будущей специальности. В любой стране мира переход между школой и университетом — это довольно сложный этап для будущего студента. Поэтому очень важно, особенно важно, что Tashkent Tech первой своей программой, которая сейчас запускается, пытается выстроить этот мост между 11 классом школы и первым курсом университета, между теми, кто сейчас школьники, и будущими абитуриентами. И отдельно очень важно, что Tashkent Tech делает это в сотрудничестве с Constructor University, тем самым привлекая международных специалистов, работавших в других странах, с другими школьными аудиториями, может опереться на лучшие мировые практики в подготовке этой программы Foundations. Я хотел бы пожелать всем, кто будет участвовать в программе Foundations, удачи, успехов в учебе, интересной учебы, а также, конечно же, поступить на первый курс Tashkent Tech. И отдельно удачи команде Tashkent Tech. My name is Olga Kornienko. I am business lead of Constructor Talent School. It is a project for motivated and talented high school students at Constructor University in Germany. So we work a lot with different businesses and companies because we are one of the most international universities in the world. And we implement different programs based on international standards and adjusted for companies' needs. This time we are very happy to come back to Uzbekistan. I'm saying come back because it's not our first project here, and work together with Tashkent Tech University on preparing students for their university. So this time we're developing two different courses. It is mathematical foundations for physics and also physics for mathematics. So I hope to see a lot of motivated and talented students on this program. Сегодня был первый день от университета Tashkent Tech, экзаменационный день для Foundation программы. Мне очень понравилось, потому что во время презентации было все очень понятно и интересно. Во время экзаменов я чувствовал себя довольно-таки волнительно, но было все очень легко и понятно, потому что экзаменационные билеты были очень понятными и доступными для программы 11 классов. Я считаю, это был очень большой и интересный эксперимент. So today I came to take a test to get into a foundation course from Tashkent Tech University, and the experience that I got was really amazing. About the test and its hardness, I can say that it wasn't really hard because all the questions were from the education system from the school, and I hope that I will get into the foundation course. Само мероприятие прошло очень хорошо. Мне понравилось это гостеприимство, это все было очень понятно. Тесты также были по школьной программе, все было понятно.
и довольно классно все прошло. Мне понравилось. Надеюсь, пройду. Assalomu alaykum. Bugun Toshkent Tech universitetiga kelgandim va bu yerda test topshirdim va test muvaffaqiyatli o'tdi deb o'ylayman, chunki testlari ham oson. Bu universitetga qiziqishim ko'proq sun'iy intellekt, robototexnika shunaqa narsalar bo'yicha qiziqishim borligi sababli keldim bu yerga va shu yerda ta'lim olish niyatim bor. Bir oy oldin men o'sha ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent Tech universitetining ochilishi haqida ma'lumotlarni oldim va eng muhimi bu yerda o'sha tayyorlov kursi ham mavjud bo'lib, hammasi tekin o'qitilar ekan. O'qituvchi sifatida ham quvonarli va ota-onalar sifatida iltimoslari bo'yicha bugun men o'sha o'zim Toshkent viloyat Qo'chqor tumanidagi 21-maktabdan 8 nafar o'quvchimni o'zim boshchiligida shu universitet bilan ham tanishtiruv, ham o'sha tayyorlov kurslariga muvaffaqiyatli testdan o'tkazish uchun tashrif buyurdik. Bular hammasi hozir test topshirib chiqdi. Test o'ylashimcha shaffof, adolatli tarzda bo'lib o'tdi. Hamma o'quvchilarimga omad tilayman. Xudo xohlasa bular ham yuksak o'sha davlatimizga xizmat qiladigan muhandis, o'sha dasturchi bo'lib yetishiga umid qilaman. Bu universitet rahbariyatiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat.